o'tmishimizni o'ylaydigan bo'lsak, bir tomchi suvdan paydo bo'lganimiz, oxirini o'ylaydigan bo'lsak, bir hovuch tuproqqa aylanib ketishligimizda Alloh taolo zikr qilib qo'yapti. Ana shuning uchun Alloh taolo bu dunyoda bizga nimalarni beryapti? Ana o'sha aql farosatimiz ila dunyo imtihonini bizga topshirib qo'ydi. Alloh taolo nima uchun hammani bir xil namozxon qilib qo'ymadi? Hammani qaranglarki bir xil boy yoki kambag'al qilib qo'ymadi. Alloh taolo har birini qaranglarki o'rniga qo'yib qo'ydi. Shuning uchun bandalar tafakkur qilsin dedilar. Biz dunyoga kelganimizda ota-onaning qaranglarki sharofati ila, Allohning qudrati ila dunyoga kelgan farzandni qanaqa qilib oladi birodarlar? O'sha tug'ilgan farzandni oddiygina, ya'ni biz eng arzon matoh bo'lgan oq surga uradi. Dunyoda ketayotganda ham xuddi shunday birodarlar. Eng arzon matoh oq surg bilan olib borib qabrga qo'yadi. Bu dunyoda qanaqa biz libos kiymaylik, Alloh taolo ato qilgan ne'matlarni yemaylik, ichmaylik, lekin bu dunyoda hammasi qoladi. Hatto bizni jonimiz berib qo'ygan jon ham bu omonat ekan. Alloh taolo xohlasa ertalab, xohlasa kechqurun, yarim tunda osmonda, yerda qaysi vaqtda Alloh taolo xohlasa kun fayakun o'sha aytgan zahoti bo'ladi. Bizda hali qolgan narsalarimiz-ku, hali jonimiz ham Allohning omonati ekan. Bizga mana shu jon ato qilib qo'ygan Robbimizga Alloh taolo ushbu oyatda aytayapti: "Ya ayyuhallazina amanu arka'u wasjudu." Ruku qilinglar, sajda qilinglar, Alloh taologa yaqin bo'linglar deb Parvardigori olam bizga ta'lim beryapti. Qur'oni Karimda yaxshi va ezgu amallarni qilish ibodatdan keyingi o'rinda keltiriladi. Demak, yaxshi ishlarda bardavom bo'lishlik ibodat qilish bilan teng amal hisoblanadi. O'zgalarga yordam qilib, ularning hojatini chiqarish, iymon keltirish kabi savobli ishlarni ekanligi haqida Ibn Hajar Asqaloniy o'zining Munabbihot kitobida quyidagi rivoyatni keltiradi. Haslatun la shay'in afdalu minhuma al-iman billah wa naf'al muslimina wa haslatun la shay'un ahabbasu minhuma ash-shirk billah wa ad-darra lil muslimin. Qaranglarki, ya'ni Hajar al-Asqaloniy o'zining Munabbihot kitobida keltiryaptiki, ikki xislat borki, ulardan afzal narsa yo'q. Ikkita xislat bor ekan, birodarlar, undan afzali yo'q ekan. Nima ekan? Allohga iymon keltirishlik va musulmonlarga foyda keltirishlik. Ikki xislat borki, ulardan yomonroq narsa yo'q. Allohga shirk keltirishlik va musulmonlarga zarar yetkazishlik. Qaranglar birodarlar, afzallari nima ekan? Allohga iymon keltirdikmi? Undan keyin musulmonlarga yordam qilishlik. Bugun musulmonlar uchun xizmat qiladigan qancha bugun yori birodarlarimiz bor. Borib qabristonlarda obod qilyapti. Borib masjidlarda obod qilyapti. Ko'priklarda qilib, ko'cha-ko'ylarda qilib, xolisonlikla Alloh uchun ato